Darvozamiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumaniga uстановka bo'ldi. Tekor baho beramiz darvozamiz. Ideal holatda. Bunga ketgan materiallarga keladigan bo'lsak, oltiga 4 profildan ramkasi bo'lgan, 14 li shviller, 4 li qalinlikda 8 lis darvozamiz 2 qavat bo'lgan. Lazerli lis tepalari, mana bu yerda o'diruvdil lis bilan unaqa ko'rsatdim, ichlariga stiklavati solinib, qog'ozlari umuman yo'q. Chaspelari 2 ga 3 va ikki raspeylardan aylantirilib ichiga o'diruvdil lis ham solinadi. Tepalariga promok qilib berganmiz, ko'rishlaring mumkin. Promoklari ham darvozaga yarashib turibdi. Zamoklari zubur zamok, o'sha mashhur, ko'rishlaring mumkin. Va magnetlarga alyumin solib berganmiz. Alyuminlarni ham ko'rishlaring mumkin. Ideal holatda. Tepalarni ham ko'rishlaring mumkin. Kichkina xonachalariga ham sho'g'dirdirlisdan solganmiz. Orqa fasadlarini bitta beramiz. Orqa fasadlarini ham ko'rishlaring mumkin. Orqa fasadlari mana bunaqa tekislik bo'ladi va ikkita sharner tepa pastga u yoqda. Zamok tekkan ikkita. Tepalar promoklari va sashulkasi. Sashulkasiga ham bitta odam yarim kuni ketadi. Ochilib yopishlari idealni. Yengil. Darvoza orqasi ham bunaqa silliq bo'ladi. Palasalari ham ko'rishlaring mumkin. Kraskani ham yabishni qilib chachgan. Darvoza idealni. 6 ga 4 profil. Germetik shpaklovka qilingan. Darvozada xudo xohlasa inshaalloh zang chiqmaydi. Kim shuni qilsa kerak bo'lsa, alohida chiqarasida oldi fasadlarni ham bitta ko'ramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Ustad Hamzonga aloqaga chiqarasizlar. Darvoza idealni turibdi. Xizmatlarni idealni qilib bitkazib beramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Hammaga rahmat.